TDMda ko'proq narsa zalyotga bog'liq, ya'ni headshot tekkiz olishga. Sizda zalyot yaxshi emasmi yoki headshot yaxshi tegmayaptimi? Demak, buni yechimi bor. Xullas, hammaga hello o'rtoqlar, Shaqvlogs kanalimizga xush kelibsizlar. Demak, bugungi videoroligim davomida men sizlarga qanday qilib zalyotni sozlashni o'rgataman. Ishonavering, mana shu videodan keyin sizlarda zalyot bo'yicha umuman muammo bo'lmaydi. Bu videodan keyin sizlar aniq TDMda pro bo'lishni, zalyotni oshirishni 100% o'rganib olasizlar. Do'stlar, agarda mana shu videoligimizni bir hafta davomida 6000 ta layk yig'sa, men 5 kishiga 325 dan sovg'a qilaman. Buning shartlari shunchaki mana shu videoligimizga like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lasizlar va yondagi qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'yishni unutmanglar. Biz g'olibni kommentariy orqali aniqlaymiz va shuning uchun kommentariyada ham o'zingizlarning chiroyli izohinglar bilan PUBG Mobile ID raqamlarini yozib qoldirishni unutmanglar. Tayyor bo'lsanglar, biz videoligimizni boshladik. Do'stlar, videoroliklarimiz sifatli va reklama yo'qligi sababli bizga moliyaviy tomondan poddershka kerak. Ya'ni sizlardan pul yoki donat so'ramaymiz, shunchaki UC kerak bo'lsa, bizning xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin. Bu orqali sizlar kanalimizda rivoji va videoroliklarimizni tez-tez chiqishi uchun yordam berasizlar. UC servisimiz lichkasi hammasi описание va kommentariyada mavjud. Zalyot aslida mana bumi? Ayo, menimcha adashdim yoki mana bumi? Bunday zalyotlarni aslida qanday chiqarsa bo'ladi? Do'stlar, e'tibor beringlar, meni pingim pashti 20 dan ko'tarilmaydi. Pingni ham zalyotga ancha-muncha ta'siri mavjud. Agarda sizda ping ancha-muncha baland bo'ladigan bo'lsa, buni nastroykadan to'g'rilash iloji mavjud. Ya'ni o'rtoqlar, bu serverga qaraydi. O'zbekistonda eng past ping ishlaydigan server bu Yevropa. Agarda sizda ping ancha-muncha baland bo'ladigan bo'lsa, serveringizni Yevropaga o'tkazishni maslahat beraman. Zalyotni to'g'rilash ikkinchi usuli. Do'stlar, zalyot grafikiga ham bog'liq. Ya'ni grafikani qanchalik yaxshi qilsangiz, o'qlaringiz shuncha yaxshi tegadi. Birinchidagini smoothga qo'yamiz. Pastdagi esa telefoningizni FPS ga bog'liq. Ya'ni meniki 90, o'shaning uchun 90 qilib qo'yaman. Va style'ga colorful qo'yamiz. Pastdagini 2x yoki 4x ga qo'yadigan bo'lsak, anchagina telefonimizning operativkasini yeydi. O'shaning uchun close ga qo'yamiz. Va undan ham pastdagi nastroykalarni xuddi menikidek to'g'rilab olishingiz mumkin. Va effekt bo'limiga o'tganimizda odamga o'tsak, qanaqa effekt chiqishi kelib chiqadi va shuni ikkalasini ham qizilga qo'yib qo'yishingiz kerak. Va sal pastroqga crosshair bo'limiga tushadigan bo'lsak, pritselni ranglari kelib chiqadi va hammasini qizilga qo'yib qo'yishingiz shart. Va o'rtoqlar, grafika nastroykalarimizda hammasi manikidek bo'ldi va buni albatta tekshirib ko'rib, bemalol TDM o'ynab, bemalol fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Zalyotni to'g'rilashning 3-usuli. Do'stlar, zalyot chustительностьga ham обязательно bog'liq. Ya'ni agarda siz dushmaningizga xuddi mana bunday ikkitalab headshot berib o'ldirmoqchi bo'lsangiz, mana o'zimni chustительность nastroykam bor va shuni hammangizga ko'rsataman. Lekin o'rtoqlar, bitta sharti, videomizga hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bitta dona like bosib qo'yishni unutmanglar. Ko'rib o'tishingiz mumkin o'rtoqlar, chustительностьlarni xuddi manikidek bir nastroyka qilib sozlab olishingizni sizlarga maslahat beraman. Lekin o'rtoqlar, bitta narsani unutmanglar, chustительностьim anchagina sekin va buni arzirli sababi mavjud. Barcha chustительность nastroykalarni xuddi men ko'rsatganimdek qilib olishingizni maslahat beraman. Ya'ni videoni to'xtatib qilib olishingiz mumkin. Agarda bir ikkita joylari xato ketadigan bo'lsa, chustительностьim tushmay, sizlarning qo'lingizga mos tushmay, ba'zi joylari sekin, ba'zi joylari tez bo'lib, har xil bo'lib qolishi mumkin. Nega chustительностьni sekinroq qilib o'ynash kerak? Sababi juda ham oddiy. Ya'ni chustительностьingizni qancha tez qilib o'ynasangiz, o'qlaringiz shuncha ko'proq joyga sochilishiga yordamlashasiz. Mana bu videoga e'tibor bering. Dushman qayerdan chiqishi aniq. O'rtoqlar, chustительностьim juda ham sekin bo'lgani sababli selim ham uncha qimirlamayapti. Va shu sababli ham ikkita headshotni birdaniga oldi. Prosta wow! Albatta sinab ko'rib, videoga like bosishni ham unutmanglar. Zalyotni to'g'rilashning 4-usuli. Do'stlar, TDM paytida zalyotingiz yaxshi bo'lmasa, mana bu yerni bosing. Bu yo'lni bosib razraботchiklarga xabar beramiz va mana bu ikkinchi qatorini bosamiz, ya'ni no damage bo'limini bosamiz. Va mana bu yo'ldagi sambit bo'limini bosish orqali biz razraботchiklarga mani zalyotim yaxshi emas degan xabarni beramiz. Va shundan so'ng ofitsialniy PUBG Mobile'ning razraботchiklari sizlarning zalyotinglarni ko'rib, agar kamchilik joylari bo'lsa, hammasini to'g'rilab berishadi. Albatta sinab ko'rishni maslahat beraman. Buni ham ancha-muncha foydasi bor. Zalyotni to'g'rilashning 5-usuli. Do'stlar, zalyot mana bu yerdagi selimizga ham ancha-muncha bog'liq. Ya'ni mana shu yerdagi selimiz qanchalik katta bo'lib ketaversa, zalyotimiz 0 ga tushadi. Bu degani o'qlarimiz bitta joyga emas, har xil tarafga sochilib ketaveradi. Lekin o'rtoqlar, ko'pchilik aytadi, mana shu narsani to'g'rilash uchun o'tirib turib otish kerak deydi. O'tirib turib otish bu katta xato. Ya'ni selni kichraytirish uchun bu hech qanaqa yordam bermaydi. Naborot o'rtoqlar, agarda biz o'tirib turib otadigan bo'lsak, dushman
dushmanimizning zalyotini yaxshilab berishga biz yordam bergan bo'lamiz. Ya'ni u turib turgan paytimiz u normalniy headshot oladi. O'zingiz nimani maslahat berasiz da'vatganlar uchun yarim soniya o'tirib, yarim soniya turib otish kerak menimcha. Mana shu yarim soniya o'tirgan paytimizda zalyotimiz ancha normalniy bo'ladi. Sababi selimiz anchagina kichrayadi. Sel kichraydi degani zalyotinglar pizdati bo'ldi degani. Xullas o'rtoqlar, meni maslahatlarim mana shu. Albatta mana shu maslahatlardan yana bir foydalanib ko'rishinglarni sizlarga maslahat beraman. Albatta zalyotinglar yaxshi bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, boshqa o'rtog'inglarga ham sizlar yordam bergan bo'lasizlar. Zalyotni to'g'rilash uchun trenirovkalar. Do'stlar, poligonga kirib biz ancha-muncha trenirovka qilishimiz kerak. Sababi telefonimizda qanday holatda yaxshi headshot olyapti. Mana bu yerdagi poligon nastroykalarini xuddi men ko'rsatganimdek qilib so'zlab olasizlar va startni bosishinglar kerak. Shunda o'rtoqlar, mana bu yerdagi narsalar qimirlashni boshlaydi va biz shunga yarasha harakat qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda o'rtoqlar, selni odamga qarab normalniy ushlashni o'rganib olishinglar kerak. Agarda biz mana bu narsani protivnigimiz deb hisoblab oladigan bo'lsak, selni shunga qarab to'g'rilashni o'rganishimiz kerak. Buning natijasida biz normalniy selni dushmanga to'g'rilashni o'rganib olishimiz mumkin. Do'stlar, sizlar aytishinglar mumkin, bu trenirovka usulining zalyotga qanday ta'siri bor? Do'stlar, biz bir narsani bilib olishimiz kerak. Zalyotimiz qanchalik zo'r bo'lsa ham selni odamga to'g'rilashni bilmasak, u befoyda. Ya'ni osmonga qarab otsanglar ham headshot olavermaydi-yu. Agarda bu mashqlarni normalniy mashq qilib o'rganib olgan bo'lsanglar, endi bemalol trenirovka qilsanglar ham bo'ladi. Ya'ni o'rtoqlar, bu orqali sizlar selni to'g'ri ushlashni, ya'ni uzoqdagi odamga qanaqa qilib otishni o'rganib olishinglar mumkin. Xullas o'rtoqlar, bu mashqlarni ham ancha-muncha foydasi tegadi. Kuniga 10-15 minut mashq qilib tursanglar, zarar qilmaydi. Do'stlar, shu bilan birgalikda videoroligimizda ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta meni anchadan beri kuzatib kelayotgan va qo'llab-quvvatlab kelayotgan barchangizga kattakon rahmat. Albatta meni qo'llash niyatingiz bo'lsa va videoroliklarimiz tez-tez chiqishini xohlasangiz, shunchaki bizlarni finansiy tomondan poddershka qilib, opisiya va kommentariy orqali o'tib bizdan UC xarid qiling. Ishonavering, Shah PUBG Mobile YouTube kanalidan keldim desanglar, sizlarga aniq